Axborot kutubxona markazi tavsiya etadi. Turk yozuvchisi Seljuk O'zyurt qalamiga mansub Kitobcha asari 2024-yil nashr qilingan. 272 betdan iborat. Tarjimon Ozoda Ahmedova. Kitobcha otasining istagi bilan huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kirgan Jan vaqt o'tib universitetni a'lo baholarga tamomlaydi. Faqat necha yillardan beri xayolining bir burchagini band qilgan kitob do'koni ochish niyati advokat bo'lish istagidan ustun keladi. Falakning gardishi kun kelib uni Istiqlol ko'chasida joylashgan o'ta hashamatli kitob do'koni sohibiga aylantiradi. Kitoblarga to'la bu xazina makoni Janning butun dunyosini asta-sekinlik bilan o'zgartira boshlaydi. Hayotidagi tiyiqsizlik, ishq-muhabbat, odatiy kun kechirishlar endi uning ruhiy olamiga xursandchilik baxsh etmay qo'yadi. Huzursizlik qamrab olgan olamida unga yordam qo'lini uzatgan Usmonbek Janning yashash tarzi va ichki dunyosini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.